3 padişahlık. Zaman halkıgan muşavir. 31. bab. Mi cemiyetideki dağlık ayal Mijen. Şiju'nun Dunhay aymıqı Cüyşen nahiyesi. Mi cemiyetideki 30 neçe yaşlardaki öçki sakal koyup algan Miju, saray öyde olturup çay içip atattı. İşik sırtıdan bir kişi bambuk pütükdek bir nersini kötürüp aldırıp kirip geldi. O del Mi cemiyetinin ikinci hocayini Mi Fang idi. Ağa, Puyang'dan mektup kepti. Puyang? Mijo qo'shimini turib, qo'lidagi piyolani qo'yib qo'ygandan keyin bambuk pütükni elib so'radi. So'di jihatda biror masala ko'rilibdimi? Yo'q, Diyamo bizga maktub yo'llab, o'zining tuz ayirish texnikasini bildiganligini, o'tir tuzlanglik rayonidagi zaharlik tuztaqdan ko'k tuz ayriya oladiganligini aytibdi. Ağa, qarang. Mi Fang maktub bilan kichik bir xalta tuzni Mijoning oldiga qo'ydi. Echib qarab edi, ichidagisi butunlay oppoq tuz edi. Fırat baqqandan keyin Mijo taqatsizlik bilan davomli maktubni ko'rdi. Ham ko'k tuz xaltasini elib, qo'li bilan bir chimdim elib tetib baqdi. Voy onamay, rostili ko'k tuzkan. Isil ko'k tuzkan. Oldingi kunlarda Sav yangidan tayinlagan mushavir Diyamoning 100 yildimi bir uchirmaydigan iste'dod egasi ekanligini, lashkari dasturlarni pishiq bilgandan sirt ajoyib hunar kasblarni biladiganligini anglagan edim. Lekin tarqalgan gaplarning rostligini faqatla o'ylab boqmabdi ekanman. U zaharlik tuzdan ko'k tuzni ayirib chiqibdi. Hey, haqiqatan qaltiskan, dedi Mijo hayajonlangan holda. Bir chetda turgan Mi Fangmu to'xtamay boshlang'ishib o'xsinagan holda mundoq dedi. Ağa, Diyamo maktubida bizni Puyang'a kelib kengashishga taklif qildi. U bizning mi jamiyatimizning savdo yo'lidan foydalanib, ko'k tuzni har qaysi aymoqlarga sotmoqchi ekan. U maktubida ko'k tuzning har jingini faqat 200 yarmoqtila sotganligini, bizning bahoni qandoq bekitganligimizga aralashmaydiganligini aytibdi. Rasma? Bu gapni anglab, Mijo darhol bir yoqqa tashlab qo'ygan bambuk putuklarni elib, astoydillik bilan ko'rishga boshladi. Eng oxirgacha ko'rib, Mi Fangning deganlarining rostligini jazmlashtirgandan keyin ko'zlarini chakchaytgunicha hayronlik bilan tovladi. Bu zo'r foyda-ku. Bozorda ko'k tuzning bahosi 1000 yarmoq bo'lyotidi. Biz oz foyda elib ko'p setish uchun bahosini 300 yarmoq qilib beksakmi, buning foydasi bizning boshqa savdolarimizning foydasining yig'indisidimi ish bitir ekan. Gerçi gap shundoq aytilsa-mu, lekin Puyang nimali degan bilan Savning ko'ni uzi. Uning ustiga u Liu Shuandi bilan raqib. Bizni jazo tatmas, dedi Mijo sal tashvishlangan holda. Yo'q, undaq bo'lmaydi. Hozir Shujuda Liu Sang'unni oshkora qo'llashga ifoda bildirgandan faqat chin jamiyatli bor. Liu Sang'unmi biz bilan yaqinlashqili uzun bo'lmadi. Savso balkim bilmasligi mumkin. Uning ustiga biz faqat bir savdogar. Hokimiyat ishlariga aralashmasak, u bizning mi jamiyatimizni nima qila oladi? Dedi Mi Fang beshini chayqab, piyoladagi choydan bir o'tlab etib. Mijo tahlilni anglagandan keyin Mi Fang uning deganlarining o'rinliq ekanligini his qilib, oxiri chiroyiga kulki yugurdi va birdan turib olgandan keyin so'radi. Ağa, undaqda bu qatim Puyang'a o'zingiz boramsiz yoki men boraymi? Ağalarım Puyang'a boramsizlar? Men mi boraman? Ikkaylan muzokara qilib atgan chog'da kumush qo'ng'iroqdek jarangliq ovozli bir qiz eshik sirtidan kirib keldi. Eshikdan kirgan qiz 14-15 yoshlarda bo'lib, sekilaklari chiroyli yuzlariga tushib turardi. Bir jup chiroyli ko'zlari chaqnab turardi. Chiroyi bo'lsa, yangi oqlangan tuxumdek parqiraq edi. U Mi jamiyatining xon qizi Mijen edi. Singlim, qaytib kelibsiz-ku. Liu Sang'un boy sizni baliq sirtida otninchik taklif qilgan emasmidi? deb so'radi Mi Fang kulib turib. Kimning bağısı kelsa beriversin. Işıqlıb men bormayman. Dedi Mijen tomchiqini ushlig'inicha yaratmagandek bir holda. to'la beadablik qilmang. Liu Sang'un xan xondanligining xon jamiyatidan mehribon ham rahimdil odam. U izzatingizni qilib taklif qilgandan keyin unda qag'ishlik qilmang. Og'isi bo'lgan Mijo otliq sufiti bilan turib Mijenni aybladi. Lekin Mijenmu bo'sh emas edi. U shu hamon raddiya berdi. O nədimi meni təklif qilsin?
Faqat shu moliya jihatda bizning qo'llashimizni qo'lga keltirmoqchi. Bugun gapni ochiq deb qo'yay. Meni sirtqa ishtirimiz deb o'ylamanglar. Singlim, Liu Sangun esil zodlardan tursa. Acaba o sizga munosib emasmi? dedi Miju chaqchaq qilib. Munosib kelarmish texi. Tfi. U mendan 20 yosh cho'ng tursa, yana kelib chiroyimi g'alita. Qo'li shundoq yo'g'an, qo'li shundoq uzun. dedi Mijin Zardor oilaning nazokatli qizi bo'lishdek obraziga qaramay qaqshab turib. Uning gapi tugamayla Miju shiraga paqqida birini urib qattiq varqirdi. Beadab! Elmisaqdan tatib to'y ishini ota-onaning amri, elchining so'zi bilan qilib kelgan. Ota-onamiz baldur tugab ketgachga og'a degan oti yo'lliq bo'ladi. Bu ishda erkilik qilishga haddingiz emas. Mijin beshini pastga silib, xafa bo'lgan holda kiyimining peshini tortdi. Azaldan ochiqi yomon bu og'ziga u gap yondirolmaydi. Kichkidan uningga amroqlik qiladigan Mifang tarbiya qilishga boshladi. Singlim, me jamoatimiz garchi eng boy jamoat deyilsimi, lekin salohiyatimiz tuvan. Agar Liu Sangun bilan qudilishib qolsak, keyin me jamoatimizmi bosh ko'tarib yura oladi. Jango davrdan boshlab Esilzoda, dehqon, hunarmand va savdogarlarning tabiiy chek-chegarasi intoyin aniq ayriladigan bo'lib, savdogarlarning jamiyatdagi o'rni eng tuvan edi. Agar bundaq qalaymaqon davr bo'lmagan bo'lsa, Liu Beydek bundaq Esilzoda jamoatdan chiqqanlar mi jamiyatidagilarga nazar ko'zini silib qo'ymaydi. Siz uni shundoq yaxshi ko'rsangiz, amsi o'zingiz tegib eling bo'ldi. dedi Mijin Mifangga oliyib qarab. U ochiq bilan yugurib chiqib ketdi. Qamlashmagan. dedi Miju so'g'uq talaffuzda. Ondan ochiqini Mifangdan elib mundaq dedi. Hammasi sizning kasobatingiz. Kichikdan hamma ishda uning royiga beqib, yomon o'gitib qo'ydingiz. Sizga deb qo'yay. Liu Sangun bilan qudilishadigan bu ishga hargiz to'sqinlik qilishga bo'lmaydi. Ag'a, xotirjam bo'ling. Sonimiz kichik, g'araz suqmaydi. Uning foyda ziyonini tushundirsam, u hamon tushunadi. Hozirgi jiddiy ish Puyanga qaysimizdan berishni o'ylash baqayli. dedi Mifang gapni burab. Miju bo'lsa o'chki soqolini silg'inicha bu masalani o'ylashga boshladi. Xeyli uzun o'tgandan keyin u tamkinlik bilan mundaq dedi. Yanıla siz berib keling. Liu Sangun 2-3 kunda uyga kelib turyotdi. Men mi jamiyatining cho'ng bo'lish salohiyatim bilan bundaq chaqda ketib qolsa, Liu Sangun gumonlanib qolishi mumkin. Mayli. Ag'a, xotirjam bo'ling. Bu ishni cho'qim yaxshi bejirib, me jamoatining yuzini to'kmayman. dedi Mifang kapolat berib. Anglashimcha, diyanmo texi amdi 17-18larga kirgan bola ekan. Yosh turibla yuqori martabaga ega bo'pti. Uning ustiga ajoyib hunar kasblarni biladi ekan. Shunga cho'qim hakavur bo'lishi mumkin. Uning bilan ko'rishganda ehtiyotjon bo'ling. Ma'qul ag'a, ismni tutib oldim. O chaqda boyi ochiq bilan chiqib ketgan Mijin texi ancha yiroqqa ketmay, eshikning orqasiga mo'kilib, o'g'irliqcha anglayotdi. U tirniqini tushliginicha pichirladi. Diyammo, Puya, sizlar meni bag'izmisanglar, men o'zim boraman. Kim bu yerda u yo'g'on quloq Liubayga qarab turdi ekan? deb o'yladi Mijin. Atisi atigandala mi jamiyatining ishki oldiga ishki harbi keldi. Harbining atrofida necha 10 qo'riqchi bor edi. Mifang amdili qasrdan chiqishig'ila orqasidan Mijuning ovozi anglandi. Sifang, singlimizni ko'rdingizmi? Yo'q, atigandan beri yuk taqamni yig'ishtirish bilan aldirash bo'lib qoldim. Singlim yo'qtiramda. Mifang ansirginicha to'rt atrofga qaradi. Bu qizni qasrdagi qizlardan olsam, tunnigun kechda cho'ri qizlar uni yundirib qo'yibdi ekan. Attigandan beri ko'rinmabdi. Ne ketganligini bilgil bo'lmadi. Bo'ldilar. Siz menga bering. Yo'lda ehtiyot qiling, ha? Hey. dedi Miju amalsizlik bilan tortib beshini chayqig'inicha. Ag'a, aman bo'ling. Mifang beshini lang'ishtib harbiga chiqdi. U Tianmo'ga ilib mangan ko'rishish sovg'isi besilgan orqadagi harbida bir qizning cho'ng quri tortib, cho'ng bir ofatdan qutulgandek xush bo'lib ketganligini bayqamadi.